Man вообще shokdaman to'g'risi. Man umuman hayratdaman. Bitta choy shuncha kasalni davolaganiga man hayron. 10 ta dardimga shifo bergandan keyin man Alloh qudratiga tan berdim. To'g'ri. Mana shu Actimate orqali man tuzalib ketdim-da. Nega? Chunki man Alloh qudratiga ishondim, Actimate'ga ishondim, shuni sabab qildi-da. Man juda ham yaxshi holatdaman. Eng baland chiqib ketgan sahifa 32 da komaga tushdim. Diagnostikada man shokka tushib qoldim-da. Mayli, bir xil oladi-da, ichadi. Foyda ko'rmadim deydi. U oldin nafsini tiysin. Nafsini tiya olgan odam faqat shuni ichib, tuzalish xohlagan odam nafsini tiysin. Mani yuzimda ajinlarim ko'p edi. Yoshi ulab ketdi, yuzimga nur kirdi. Hozir mani atrofimdagi sahr bo'lmaganlar ham ichyapti shu narsani. Ishonasizmi shunga? Chunki man ularga hammasiga man ulargacha aytib emas, man deb o'zgarishni ko'rib ular o'shandan foydalanishni boshlashdi. Nega? Chunki bu bitta sahr emas, bu butun tanani tozalaydigan narsa. Kimdir negativ bildiryaptimi, o'sha odam nafsini tiysin. Mana gap. Opa Activate firmasidan fitogenetik mahsulotlarni qanchadan beri iste'mol qilasiz? Iyun oyidan beri. Choyimiz ichganingizdan keyin qanaqadir bir foydali anaqalarni bildingizmi o'zingiz? Bilasizmi, Alloh menga bitta dard berdi, sahr dard berdi. Orqasidan mana shu choy sabab 10 ta dardimga shifo berdi. Ko'zim yaxshi ko'rmasdi, quloqim yaxshi eshitmasdi, jigarimda muammo bor edi. Bu muammolarim ko'p edi. Terlarimda misol uchun yara toshlar bor edi. Sahrim yo'q. U kasallar ham yo'qda. Man вообще shokdaman to'g'risi. Man umuman hayratdaman. Bitta choy shuncha kasalni davolaganiga man hayratdaman. To'g'risi. Lekin bu choy ichdi degani bu xohlagan narsasini yeyish kerak degani emasda. O'sha parhezini mana hozirgacha men endi 1 oy bo'ldi sal buzib turganimga, atigi 4 oy, 5 oy parhezdan umuman buzmadim. Choyni mukammal har kuni damlab ichdim. Men foydasini juda ham katta ko'rdim. Rahmat. Actimate kompaniyasiga rahmat. Men boshida xafa bo'ldim. Alloh o'zi shuncha kasalim bor edi, yana sahrni ham qo'shib berdimi deb xafa bo'ldim-da. Lekin 10 ta dardimga shifo bergandan keyin men Alloh qudratiga tan berdim. To'g'ri. Mana shu Actimate orqali men tuzalib ketdim-da. Sahrim nechinchi guruh, 1mi, 2mi bosqichi bor ekan-ku uni. Birinchi guruhmi, ikkinchi guruhmi deb tekshirtirgani borsam, sahr o'zi yo'q-da. Men diagnostikada shokka tushib qoldim, to'g'ri. Men kutmagandim bunaqa natija. Actimate'ga o'zim telefon qilib, o'zim rahmatim yarim soat minnatdorchilik bildirdim, to'g'risida rahmat. Boringlarga shukr. Shuni ishlab chiqargan odamlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, to'g'ri. Amin, amin, amin. O'tganish kelsin. Shu choy bilan birga parallelni qanaqadir bir dorilar, yo'q, insulin. Yo'q. Hech narsa. Chunki men azaliy dorilarga qiziqmayman, azaliyman, tabiiy davolanaman. Shu Actimate ichish boshlaganimda 3-kun chanqashim to'xtadi. Men hayron qoldim, chunki sahr chanqatar ekanda, 10 litrgacha suv ichardim bir kunda. Mana shu Actimate ichganimda 3-kun chanqashim kamaydi, 5 litrga tushdi. Bir hafta, 2 haftadan keyin o'zi 1 litrga tushdi suv ichishim. To'g'risida, hech qanaqa dori ichganim yo'q. Insultdan hatto sahr bo'yicha uchotga turing deb doktorlarim charchadi chaqirib. Uchotga ham turganim yo'q. Nega? Chunki men Alloh qudratiga ishondim, Actimate'ga ishondim, shuni sabab qildi-da. Men juda ham yaxshi holatdaman. Allohga shukr. Ozib ketdim, tan olaman. Sahrdan men juda ozib ketdim. Yana semirishni boshladim. Bu tuzalganimni belgisi bo'ldi-da. Mahsulotni iste'mol qilishdan oldin eng baland chiqib ketgan sahringiz necha? 32 da komaga tushdim. 32 ga tushib, komaga tushib, reanimatsiyada bir o'lim bilan olishib turdim men. 32 ga chiqdim men. Eng kam iste'mol qilayotgan paytingizdagi 9 ga tushdi. 9 ga. Bu aytibman, bu natijachi men diagnostikada men shokka tushib qoldim-da. Yo, men darajasini aytib bering, 1mi, 2mi, sahr yo'q-ku, nima darajasini aytamiz? Shunaqa. Keyin qarang, opa, bizda ijtimoiy tarmoqlarni youtube boramiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu odamlarda shunaqa fikr borki, hali iste'mol qilishni boshlamaganlarda, bu ichib ko'rgan tanishlari bo'lmagan odamlarda shunaqa anaqa borki, shu hamma gapirayotganligi pul to'lab mana qilishadi, o'sha pul to'laganlar gapiradi, hamma ham deydi. Shunaqaligi nima degan bo'lardi, tavsiya bergan bo'lardi? Iya, bunaqa narsada, misol uchun mayli bir xillar oladi-da, ichadi. Foyda ko'rmadim deydi.
u oldin nafsini tiysin. Nafsini tiysin. Yog'li ovqat yema dedimi, yemasin. O'sha mumkin emas shirinlik dedimi, yemasin. Nafsini tiya olgan odam faqat shuni ichib, o'sha parhez tuxum dedimi, tuxumini yesin, salat dedimi, ishonasizmi, faqat salat tuxum yeb to'y o'tkazdim men. To'g'risi, 100 gram bir kunda go'sht, bitta kachka, bitta sabzi, shu ovqatim shu bo'ldi to'ray. Tuzalaman deb haqiqiy tuzalish xohlagan odam nafsini tiysin. Kimki foyda ko'rmayaptimi, demak nafsini tiya olmayapti. Mana shu. Men misol uchun mana hozir meni yosharganimni ko'rib, men yuzimda ajinlarim ko'p edi. Yosh ular ketdi, yuzimga nur kirdi. Men mendagi o'zgarishni ko'rib, biz 20 ta ayollar gapimiz. Hozir meni atrofimdagi sahr bo'lmaganlar ham ichyapti shu narsani. Ishonasizmi shunga? Sahr bo'lmaganlar ham olib ichishni boshladi. Chunki men ularga hammasiga men ulargacha aytib emas, mendagi o'zgarishni ko'rib ular o'shandan foydalanishni boshlashdi. To'g'risi. Opa, sizga choyimiz foyda berayotganidan Judayam, judayam. Xudo xolisa davomiy bo'lsin. Ichyapman, hali ham to'xtatganim yo'q. Davom ettiryapsiz? Davom ettiryapman. 5-oy ketyapti, hali to'xtatganim yo'q. Nega? Chunki bu bitta sahr emas, bu butun tanani tozalaydigan narsa ekan. To'xtatganim yo'q. Mana hozir ham kelsa sal oldin ham ichdim, to'g'risi. Bu haqiqat. Kimdir negativ bildiryaptimi, o'sha odam nafsini tiysin. Mani gapim shu. Amin. Allohim ishinglarga rivoj bersin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Shuni o'ylab topganlarga Alloh yana ham ko'p mana shunaqa narsalar ishlab chiqarishni nasib aylasin. Umringlar uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishib, juda ham ko'pchilik odam tuzalishga sabab bo'lib yurish sizlarga nasib aylasin. Alloh akbar.